Bir mahsulotni qanday qilib 2 barobar ko'proq sotish mumkin? Faqatgina narxni o'zgartirgan holat. Deylik, siz bir mahsulot uchun kartochka tayyorladingiz va ushbu mahsulotni aynan kartochka ichida bir necha turlarga bo'ldingiz. Ya'ni birinchi tovar, ikkinchi tovar va uchinchi tovar. Bu yerdagi mahsulotlar narxi keladigan bo'lsak, birinchi mahsulot 100 ming so'mga teng, ikkinchi mahsulot ham 100 ming so'mdan sotiladi. Uchinchi mahsulotimiz esa aynan 1 va 2 mahsulotni yig'indisi, ya'ni komplekt holat hisoblanadi. Shuning uchun o'zi aslida bu mahsulotni deylik 200 ming so'mdan sotishimiz kerak. Endi esa aynan ushbu mahsulotdan agar siz ko'proq sonda sotmoqchi bo'lsangiz, unda aynan sotuv psixologiyasini ishlatishingiz kerak. Bu yerda 100 ming so'mdan bu mahsulotlarni sotmaymiz. Endi esa bu mahsulotlarni bunga nisbatan nevyigidniyroq, ya'ni noqulayroq narxda qo'yishimiz kerak. Bu holatda mijoz bu ikkita mahsulotdan bir donadan sotib olgandan ko'ra aynan komplekt holatini arzonroqqa sotib olganligini tushunadi. Shunda aynan mijoz ko'ziga ushbu komplekt holatida sotib olgan mahsuloti vigidniroq ko'rinadi. Agar siz ham UziMarketda ishlab turgan sxemalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariylarda plyus belgisini qoldiring.